Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. UFC prezidenti Dana White Conor McGregor va Max Holloway jangidan keyin irlandiyalik jangchining kelajagi haqida fikr bildirdi. Agar Conor shanba oqshomida g'alaba qozonsa, hamma narsa bo'lishi mumkin. Shanba kuni kim yutmasin, bu katta g'alaba va faoliyatidagi muhim qadam bo'ladi. Ayniqsa hozirgi vaziyatda. Bu ikki jangchi allaqachon sportda hamma narsaga erishgan. Conor g'alaba qozonsa, xayolimda taxminan 5 ta ssenariy bor. Max yutsa, unga oid 3 ta variant mavjud. Shuning uchun bu jang har ikkisi uchun ham juda ham muhim. Menga bu sportda yoqadigan jihat kutilmagan voqealar. Masalan, Oq uyda turnir o'tkazilishini kim kutganda? Bu sodir bo'lishini kim bilganda? Men ham bu jangni kutmaganman. O'tgan yili Conor jang qiladi deb o'ylamagandim, ammo u oktagonga chiqmadi. Keyin esa umuman qaytmaydi deb o'yladim. Bu sportni qiziqarli qiladigan narsa ham shu. Yilning qolgan qismini qanday ketishi haqida tasavvurimiz bor, ammo biz kutmagan voqealar ham ro'y beradi deb aytib o'tgan Dana White. Qadrli do'stlar, aynan siz nima deb o'ylaysiz? Max Holloway va Conor McGregor o'rtasidagi jangda aynan siz kimni favorit deb bilasiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bugun raqamli turnirning asosiy qahramonlari belgilangan vazn me'yorini muvaffaqiyatli bajarishdi. Irlandiyalik sportchi Conor McGregor 77,34 kg vazn, amerikalik esa 77,11 kg natija qayd etdi. Turnirning ikkinchi muhim jangi ishtirokchilari britaniyalik Paddy Pimblett va fransiyalik Benoit Saint-Denis bir xilda 70,76 kg dan natija ko'rsatishdi. Turnirning qolgan ishtirokchilari ham o'z vazn toifalari chegarasidan o'tishda muammoga duch kelmasdan belgilangan me'yorni muvaffaqiyatli bajarishdi. Qadrli do'stlar, albatta ertaga ushbu janglarni birgalikda tomosha qilamiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Eng so'nggi yangiliklar faqatgina bizning kanalda chiqadi do'stlar. Qadrli do'stlar, ana endi asosiy xabarga ham yetib keldik. UFC'da o'rta vazn 84 kg divizionida o'zbekistonlik Nursulton Ro'ziboyev tez ko'tarilayotgan jangchilardan biri hisoblanadi. Paulo Costa esa tajribali, kuchli zarbalarga ega va reytingda turgan sobiq titul da'vogaridir. UFC reytingida Costa o'rta vaznda top 15 ichida ko'rsatilgan. Agar UFC bu jangni tashkil qilsa, bu Nursulton uchun faoliyatidagi eng katta sinovlardan biri bo'ladi. Paulo Costa kuchli tomonlari: juda kuchli jismoniy bosim qiladi, og'ir zarbalari bor, oktagonda tajribasi juda ham katta, yuqori darajadagi raqiblar bilan jang qilgan, 5 raundlik jang tajribasi bor. Nursultonning ustunliklari: bo'yi uzun, taxminan 1.96 sm va masofani yaxshi ushlaydi, juda xavfli grappling va submission qurollariga ega. Birinchi raundda jangni tugatish qobiliyati bor. Yoshroq va rivojlanayotgan jangchi. Agar Nursulton yutsa, unga faoliyatida juda ham katta foyda bor. Reytingda katta sakrash. Paulo Costa kabi top 15 jangchini yengish Nursulton reytingni eshigini ochadi. Katta nomga aylanadi. Ko'pchilik UFC muxlislari uni jiddiy titul da'vogari sifatida ko'ra boshlaydi. Keyingi jangda kuchli raqib oladi. Masalan, top 10 jangchilar bilan jang qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Moliyaviy foyda katta nom ustida g'alaba ko'proq bonuslar va katta janglarga olib kelishi mumkin. Nursulton uchun xavf. Paulo Costa kichik xatoni ham jazolashi mumkin. Agar Nursulton jangni tik turib, uzoq olib borsa, Costa bosimi va kuchli zarbalari xavfli bo'ladi. Menimcha jang qanday kechadi? Nursulton uchun eng yaxshi yo'l masofani saqlash, oyoq zarbalari bilan ishlash va imkon bo'lsa, kurashga o'tish. Agar u Costani yerga tushira olsa, submission imkoniyati juda katta bo'ladi. Taxminan imkoniyat Nursulton g'alabasi 55%, Paulo Costa g'alabasi esa 45% bo'lib turibdi. Bu jang Nursulton uchun oddiy jang emas, top 15 eshigini ochadi. Jang bo'lishi mumkinmi do'stlar? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Aynan mana shu jang tashkillashtirilish arafasida, chunki Paulo Costa top 15 reytingida 14-o'rinda joylashgan. Aynan mana shu jangchini Nursulton mag'lubiyatga uchratadigan bo'lsa, albatta top 15 ga kiradi. Bundan tashqari top 10 uchun ham eshiklar ochiladi. Albatta do'stlar, hamyurtimizni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.